tug'ilmagan bolani ona tanlashga haqqi bo'ladi. Shu gapni yaqinda ko'chada bir o'spirin bolaga aytsam, bola tug'ilmagan bola qanaqa qilib onasini tanlaydi? Bola tug'ilgandan keyin o'zi onalik bo'ladi deb shunaqa gap gapiryapti. Tug'ilmagan bola to'g'ri ona tanlolmaydi. Ona tanlashlik vazifasini siz ado etasiz bolangiz uchun. Sababi kelajakda tug'iladigan farzandingiz sizni bolangiz o'g'ilmi, qizmi yomon onani qo'lida qolmasligi uchun ham bu vazifani siz ado etasiz. Tug'ilmagan bolani ona tanlashga haqqi bo'ladi. Lekin bu vazifani siz ado etishingiz kerak. Siz har bitta qilgan xatoingiz kelajakda shu farzandlaringizga juda katta yelkasiga yuk bo'ladi. Turmush o'rtoq tanlashda shoshilmasligingiz kerak avvalo. O'sha masalan ota-onangiz topgan bir qiz topdimi, uchrashuvga chiqayotgan paytingizda nafsingizni yuzga tashlab ketishligingiz kerak. Nafsingiz ustidan siz hukmronlik qilishingiz kerak. Turmush o'rtoq tanlayotgan paytda uni chiroy chimmatiga, ota-onasini puliga, uyiga, mashinasiga, qaddi-qomatiga, figurasiga qaramaslik kerak. Avvalo aqlan hamma yo'g'i joyidami, aqli hushi joyidami? Dindan ozgina bo'lsa ham xabari bormi? Shu narsalarga e'tibor qilishingiz kerak. Shunda o'sha bo'lg'usi kelajakdagi farzandlaringiz yomon onani qo'lida qolmaydi, yomon onani qo'lidan tarbiya olmaydi hech qachon. Yaxshi bolalar, yetuk, yaxshi inson, eliga, xalqiga, ota-onasiga xizmat qiladigan, yurtini sevadigan bolalar bo'ladi o'shanda. Buni dunyo olimlari ham aytayapti, o'zbek ilm ahlilari ham aytayapti. Agar farzandingiz iymonli, e'tiqodli, vijdonli, vataniga, ota-onasiga xizmat qiladigan bola bo'lishini xohlasangiz, iymon, e'tiqodli qizga uylaning, esli, xushli qizga uylaning deyapti. Chunki mana olimlar ham aytayapti, farzandingizga ko'proq xarakter, shunaqa bir ayrim narsalar shu ayolingizdan, ayolingizni oilasidan, tog'asidan, dadasidan shulardan o'tar ekanda. Shuning uchun yor tanlashda, o'ziga juft halol tanlashda hech qachon shoshilmaslik kerak ekan. Bu gap mana shuning uchun tug'ilmagan bolani ona tanlashga haqqi bo'ladi degan gapga ozgina tafakkur qilsangiz, hamma narsani tushunib olasiz. Alloh avvalo mana shu sabrli o'zbek ayollarimizga yana sabr bersin. Xonadonlarga fayz baraka bersin. Ularni baxtiga o'sha suyukli yorini sog' salomat qilsin. Yorini hech qachon e'tiboridan chetda bo'lmasin shular. Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Esingizdan chiqarmaysiz, tug'ilmagan bolani ona tanlashga haqqi bo'ladi. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Bu hamisha kerakli narsa.